Bugün sizlar bilan Farhod savxozida 650 million so'mga shunaqa zo'r narsa ko'rib chiqamiz. 12 sotix maydonni egallagan, kadastr hujjatlari joyida bo'lgan hovli. Mana bu tarafda Afrosiyob marketi joylashgan. Juda ko'pchilik bu marketni yaxshi biladi. To'g'ri, yana shu yo'limizdan o'tib ketadigan bo'lsak, onlayn marketga qarab ketamiz. 33-maktab yaqin joyda joylashgan. Afrosiyob market ham 200 metr nariroqda. Xuddi shu yo'l yoqasidagi mana bu hovlimiz, yarmi hovli, yarmi yer holatda turibdi, lekin общий kadastr 12 sotixga belgilangan. 650 million so'mga ko'rib chiqamiz. Qarang, qanaqa burchak bilan turibdi. Demak, mana bu tarafdan ko'cha ham o'tgan, mabodoga katta ish qurib olsangiz ham bo'ladi mana shu joyda. Enini ko'ryapsizmi? E'tibor berasiz eniga. Demak, mana bu tarafda bo'sh yerimiz hamda bu tarafda hovlimiz turibdi. Hozir sizlarga hovlini ichkari taraflarini ko'rsatib o'taman. Keling. Ichkari taraflarga e'tibor bermaysizlar. Biroz qarovsiz qolgan, hozir hech kim yashamayotganligi uchun hali qurilishi tugallanmagan. Demak, 5 ta xonasi hamda oshxonasiga ega. Qurilishi xom g'ishtdan bo'lgan, svet, suv, gazlari, shotchiklari o'rnatilgan, ichkariga kirgan. Demak, bu tarafdagi korpuslarimizga o'sha demak 5 ta xona hamda oshxona mana shunaqasi korpusimizda joylashgan va shifrlari polni qilingan. Demak, remontini o'zlariz qilib olasizlar. Mana bu tarafda yuvinish xonasiga ham ega, gazni turbalari mana shu yoqqacha o'tib kirib kelgan. Umumiy mana shu tarafdan to'rtburchak holatda turibdi. Ushbu joyimiz 12 sotix maydonni egallagan Farhod savxozida yaxshi lokatsiyasida joylashgan. Bilasizlar, ko'prik qurilyapti. Agar ko'prik qurilib bitkazilgandan keyin ushbu joylarning narxi ancha qimmatlashadi. Demak, kimga ushbu xonadon qiziq bo'ladigan bo'lsa, kadastr hujjatlari joyida 12 sotix maydonni egallagan, bu tarafini korpus qilib, bu tarafini magazinmi nimadir noturar qilsalaringiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam katta ish quradiganlar uchun ham juda ham yaxshi variant to'rtburchak holatda joylashgan ushbu joyimiz. Demak, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 650 million so'm, ozroq savdosi bor. Pastda raqamimni qoldiraman. To'liq ma'lumot uchun agar bizlar bilan keladigan bo'lsalaringiz, chiroyli summaga sizlarga olib beramiz. Yaxshi joylardan arzon narxda hovli kvartiralarni doim ko'rib borish uchun Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying.